Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon tog'a fanni hikoyalardan Paloq tuxum degan hikoyani anglaylik, ha? Mekan anan tuxum setib kun kechirardi. U azaldan paloq tuxum setib xaridorni aldaydigan ishni qilmaydi. Sudida Adil muomalada siliq edi. Bir kuni Cheji xo'roz apis ayirib qo'ygan tuxumlarni ko'rsatib so'radi. Opa, ularni nemish qo'yib qo'ydi? Bular paloq tuxum, tashlavatgan o'g'lim. Mekan ana saq tuxumlarni sevatga solg'ach javob berdi. Paloq tuxum bo'lsa nima bo'pti? Ishtek bozorda ketavermamdi. Boshqalarni aldash hisobiga foyda elish insofsizlik bo'ladi balam. Mekan ana tuxum sotqili bozorga ketdi. Cheji xo'roz paloq tuxumlarni tashlavatmay katakning bulungiga yushirib qo'ydi. Yakshanba kuni Mekan ana setish uchun tayyorlab qo'ygan bir sevat tuxumni ambardan elib chiqib, 10 dona tuxumning ko'payib qolganligini payqadi. O'g'lim, sevatga tuxumlar ko'payib qopti-ku. Mekan ana Cheji xo'rozga shubhali tikildi. Ortiq bo'lsa yaxshi-ku. Cheji xo'roz hech ish bo'lmagandek ko'zlarini parqirtib javob berdi. Rostingni ayt, o'shiq 10 tuxum nerdan keldi? Apisning mixdek tikilib turganini ko'rgan Cheji xo'roz qo'rqib noilash rost gap qildi. Sen tashlavat deb bergan yiliq tuxumlarni qo'shib etgandim. Asta bu balning qilgan ishini. Mekan ana achchig'ida nima qilarini bilmay qoldi. Heylitin odam aldashni o'rgansang sen, ha? Seni juqroq bo'ldabsin debdiman shu. Cheji xo'roz tirnoqini tatilab aran javob berdi. Endi ikkinchi bunda qilmayman. Aldamchilik qilib topgan pul harom. Osh qolsaqmi-chu balam, boshqalarga paloq tuxum sotmayman. Mekan ana achchig'ida bo'g'ilib ketdi. Opa, endi paloq tuxumlarni qanday qo'yamiz? deb so'radi Cheji xo'roz duduqlab. Kerak yo'q. Mekan ana o'g'lining qo'rqib ketgan abdiga qarab o'zini besib oldi-da, uning andila chiqishga boshlagan yumrat tajini mehribonlik bilan silab qo'yib. Paloq tuxumlarni ilmiy usulda ayirib chiqqili bo'ladi. Menga dasqa suv qo'yib kel. Cheji xo'roz apisining gapiga hayron bo'lganicha bir tas suv elib keldi. Ko'nglida "Shu o'xshashli oq tuxum tursa, qandoqmi ayirib chiqqili bo'lar?" deb o'yladi. Mekan ana tuxumlarni bir-birlab suvga selishga boshladi. Ko'rdingmi? Suvga cho'kkan yangi tuxumlar, chunki yangi tuxum ig'ir bo'ladi. Mekan ana paloq tuxumlarni shallag'ash tushuntirishga boshladi. Yangi tuxumning ichida havo oz bo'ladi. Bundaq tuxum odamga quvvat bo'ladi. Suvda layligini paloq tuxum. Chunki tuxum uzoq turib qolsa, ichidagi suv tarkibi shakldagi ko'zga ko'rinmas kichik teshikchalardan sirtqa chiqib ketadi-da, tuxum yeniklab paloq tuxumga aylanib qoladi. Undaqda paloq tuxumni yegili bo'lmaydi ekanda. Cheji xo'roz aldirab so'radi. Shundoq. Mekan ana yangi tuxumlarni surtib sevatga solg'ach gapini davomlashtirdi. Paloq tuxumning iqida sisiq puroq va nihoyatda ko'p zaharli gaz paydo bo'lib qoladi. Bundaq tuxumni yesan salomatlikka ziyon yetkazib, osonlik kasal paydo qiladi. Endi tushundim. Paloq tuxum suvda laylaydi, sog' tuxum cho'kidi. Cheji xo'roz birdan jallanib ketdi. U apisi ayirib qo'ygan paloq tuxumlarni qantig'i qistirdi-da, udul axlat chilikiga tashlaverdi. Do'stlar, biz Cheji xo'roz bilan birlikda bu hikoyadan yangi bir bilimni o'rganib oldik-a? U bo'lsa-mu, paloq tuxum suvda laylaydi, saq tuxum cho'kidi. Undaqda oxirda dillalar hadanglarga agishib, tuvandagi balalar qo'shqini o'rganinglarchi. Balalar qo'shqi men baqchida uy sizdim. Men baqchida uy sizdim, uy ichiga gul tizdim, 4 temida 4 eshik, eshik yenida eriq. Eriq bo'yida kiyik, kiyik uchun cho'p sizdim, oqsun suvlar shildirlab, kiyik o'ynasin taxlab. O'maqlarim, yana bir qaytam takrorlab beray-ya. Men baqchida uy sizdim, uy ichiga gul tizdim,
Төт темада төт ишik yenida eriq. Eriq boyida kiyik üçün çöpsüzdün, ağzın sular şildirlap, kiyik oynusun taxlap. Keş bop ketipdi, amiz bugün baldır uxlanglar ha? Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.